bo'ladi. Shunga bir sazo qaytarsangiz, shu bir siyosat o'yladi. Shuni ba'zi bu nimalar aytadiki, yerga nomaram bo'ladi, yer shuni o'ylaydi, yuzi tushmasin, ko'ra olmasin deydi. Shu gapni bir nima qilib aytib yuboring, qani baxayr bo'ling. Hurmatli akajonim, so'rabsiz ekanki, ayol kishi dunyodan o'tsa, yana ko'z yumsa, uning eri, ya'ni erkak kishi o'z ayoliga qaray olmaydi deb eshitdim. Qandoq? Akajonim, islom dinida ayol o'ldi, ayol o'lgandan narmagan o o'ngan nahmaram bo'ladi. Chunki ayol o'ldi, o'lgandan narmagan o ayolini qaysi singlisi bo'lsa, o yoki xalasi bo'lsa, ya ammasi bo'lsa, o odam bilan nikah bo'la oladi. Shu sababdan o unga voqean nahmaram bo'ladi. Ammo nahmaram bo'ladi. Onu g'usl bera olmaydi. Chunki qaysi bir biyoban bo'lsa ham g'usl bera olmaydi. Yana onu kiyimni ustidan ushlay oladi. Ammo kiyimni yalang'och ushlay olmaydi. Unga qarasa ijtimo qilmaydi. Chunki qarasa ham ijtimo qilmaydi. Voyayiki onu dafn qilish vaqtida shu o'lgan ayolni otasi, akasi bilan o yeri ham onu qabrga qo'ya oladi. Nima uchun qabrga qo'ya oladi? Bir qoida va qonun bor. Biri mahrami ajnabi, biri ajnabi bor, bir mahramdan nahmaram bo'lgan bor. Agar chandiki nahmaram bo'ldi, ammo va ajnabi nahmaramlardan ko'ra bil juğraq, bil onun kiyim ustidan qaray oladi. Yana betiga qaray oladi. Boshqa joyga qaray olmaydi. Kiyim ustidan qaray oladi. Buning illatini sizga men jang aytib o'tdimki, Alloh tabaraka va taala o'z tili bilan kayfi bilan bu oyat-i karimani bizga tushirdi. Mana shu oyat-i karimadan dalil bo'ladiki, va onun hurmati mahramligi xolos bo'ldi, nahmaram bo'ladi. Qanday oyat-i karima? Hurrimat alaykum ummahatukum va banatukum va akhwatukum va ammatukum va khalatukum va banatul akhi va banatul ukhti va ummahatukum allati arda'anakum wa akhwatukum minar radha'ati wa ummahatu nisaikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaykum wa halaila abnaikum alladhi min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtayayn illa ma qad salaf. Ana shunda shularga qarang endi. Wa an tajma'u bainal ukhtayayn illa ma qad salaf. Inna Alloha kana ghafuran
gafurar rahima. Ana şurada iki singilni bir joyga jamlay olmaydi. Ol öldü. Yana singlisi bilan nikah bo'ladi. Onun mahremiyeti xalos bo'ladi. Yani ko'rishga ko'ra oladi. Yana sizga bir masalani ham aytib berayin. Ayal dunyodan ketdi. O erkek kishi ayolini dafn qilgan bo'lmasa ham shu vaqtda uylana oladi. Yana boshqa xotinga ol uylana oladi. Beşak şunu o'zini singlisi bo'lsin ham uylanadi. Onu ammasi bo'lsin ham uylanadi. Uylana oladi. Xulasa bir tan to'y qila oladi. Ammo erkak o'lsa xotin kishi 4 ay 10 kun chunki nikah qila olmaydi boshqa bilan shu yeriga to'xtab turadi. Shu sababdan erkak o'lsa ayol kishi onu ham g'usl bera oladi, har joyini ko'ra oladi ham. Yana erkak ayolni ko'ra olmaydi. Onday ko'ra olmaydi, parda ustidan ko'radi. Parda ustidan ko'rishga ham mana bu ulamalar sizgan. Ulamalar nima sizgan? Va yamna'u zawjuha min ghusliha wa massaha la min nazar ilayha ala al-asha. Bu nimada babu salatul jinaza. Yani ki boshqa o'zingizga ma'lumki bir ayol kishi o'ladi, onu mardimlar bo'lsa onu ko'tarsa ham ijtimo qilmaydi, yana jinozasini ko'taradi, boshqalar ko'taradi, yeri ham ko'tarsin ijtimo qilmaydi. Ba'zi joyda bo'lsa bir tane betiga qaray oladi, ajnabi qaray oladi, zamoniki yeri ham qarasin. Yani ko'ylakni ustidan ushlasa bo'ladi ekan, masa qilsa, bo'lmasa bo'lmaydi ekan. Bahar hal mana bu uzun masalani men boshqa bir so'raganlarga javob bermadim. Bilam sizga ham buni jo'natdim. İmkoni bor, qaysi birda o'qish kishilar bilsa. Tashakkur. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.